Uyghur kız Erfiye 3. Qıtım parlament azası bulup saylandı. Mavzulu haberimiz. Bu haftada elbette bana ma'lum bo'lgandek Yaponiyada 8 fevral ötküzülgen Avam Palatası sayılımında nöbetdeki hakimiyet yürgüzüp atkan Liberal Demokratlar Partisi mutlak üstünlük bilen yana g'alaba qildi. Mazkur partiyaga tava bo'lgan Erfiye Ali Hanım bo'lsa, bu qatim 3. qatim sayılışı albatta öz vaqtidami nayeti tunji qatim saylangandan tortib hozirgacha istiqlolda albatta butun dunyodagi xalqimiz xushallangan, faxrlangan bir ish bo'lib kelganligini hammamiz bilamiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Yaponiya siyosiy tarixida 1955-yildan bu yangi eng yuqori natijaga erishgan partiya deb qaralyapti hozir mazkur partiya. Shunday bir kuchli bir partiyada AQAdan saylanishi bir Uyg'urninki albatta hammamizni suyundiradigan masala. Yaponiyada shunday bir gap bor ekan, siyosatchilar bir qatim siyosatga kirib qolish bir ta'lay hamda bo'lishi mumkin, ta'liyin gap qilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo ikkinchi, uchinchi qatim yana saylanib, yana siyosat qila olgan bo'lsang, u shu shaxsninki o'zini isbotlaganligininki, xalqning qizg'in qo'llashiga erishganligininki natijasi uning eng chong isboti deyilgan. Albatta Erfiye Hanımning bu şekilde arka-arkadan g'alaba qilishi suyundiradigan bir masala. Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi vazifega o'ltirib, bu qatimki 3. qatim bu saylam vazifega o'ltirib faqat 3 oydan keyin o'tkazilgan bir saylam bo'ldi bu. Shunday bir qisqa muddatdan keyin o'tkazilgan bo'lsa-mu, yana bu partiyaning nihoyatda kuchli shaklda g'alaba qilishi dunyoning diqqatini tortgan bir masala. Natijada yana shu partiya Liberal Demokratlar Partisi Avam Palatasidagi 465 o'rindan 316siga erishib g'alaba qilgan. Bu Liberal Demokratlar Partisining 1955-yildan buyon eng yuqori o'ringa erishishi hisoblanadi ekan. Ularning ittifoqdoshi bo'lgan Yaponiya Yenilik Partiyasi erishgan 36 o'rinni qo'shganda Sanae Takaichi rahbarligidagi siyosiy ittifoq mutlaq ustunlik bilan Avam Palatasidagi 352 o'rinni egallagan bo'ldi bu qatimki saylamning natijasidan keyin. Avam Palatasi saylamining natijasi Sanae Takaichi rahbarligidagi yangi hukumat o'tirg'i chiqarayotgan siyosiy, harbiy, iqtisodiy islohotlarning shundaqla Xitoyga tutgan qattiq qo'l bosh egmas pozitsiyasining zo'r qo'llashga erishganligini ko'rsatmoqda. Yapon xalqi tarafidan navbatdagi yurgizilayotgan siyosatning qo'llashga erishilayotganligining bir isboti deb ko'rsatilmoqda. Shundaqla bundan keyingi qarorlardagi to'salg'ular elib tashlandi hamda navbatda Takaichining oldida degan shaklda qaralmoqda. Yaponiya siyosiy sahnasida chaqnayotgan Uyg'ur qiz Erfiyemu Chiba 5-rayondagi saylamda utuq qozonib 3. qatim Avam Palata a'zoligiga yuqori deganimizdek saylandi. O 2023-yil 4-oyda, 2024-yil 10-oyda o'tkazilgan saylamda 2 qatim Avam Palata a'zoligini qo'lga keltirgan edi. Erfiye Hanım 1988-yili Yaponiyaning Fukuoka nahiyasida tug'ilgan bo'lib, yapon tilidan boshqa Uyg'urcha, Xitoycha va inglizchani pishiq biladiganligini hamma xalqimiz biladi. U ilgari Washingtondagi Xalqaro siyosat instituti, Dunyo bankisi, Yaponiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy turishliq ish bajarish o'rni qatorliq o'rinlarda ishlagan bir xonim. U yana Yaponiyaning Xitoyga qattiq qo'l siyosat yurgizishi kerakligini izchil ta'kidlab kelgandan sirt hammamizga ma'lum bo'lgandek, bir qism ziyoratlarda, mayli Uyg'urlar bilan o'tkazgan ziyoratlar bo'lsin yoki boshqa televizor suhbatlarda bo'lsin, Uyg'urlar haqida bu ovoz chiqarib kelmoqda. Bu haqda amaliy harakatga o'tish kerakligini ham Yaponiyaning bu amaliy harakatga o'tish kerakligini ta'kidlab kelayotgan bir siyosatchi navbatda. Hamda bundaq bir vaziyatda Yaponiya parlamentidagi bu mutlaq ustunlik Xitoyning rayondagi tajovuzchilikqa qarshi turishda Erfiye Aliga o'xshash
siyasi yollarının kolunu ve hareketini qanchalik kuchaytirdi bunu deyin keyingi siyosatda. Bunu albatta Uyg'urlar yaqindan ko'rsatayotgan bir masala. Sanoat Taqayichi xonimniki Xitoyga bo'lgan qattiq qo'l pozitsiyasini albatta ilgari biz Erkin Akram apandim bilan o'tkazgan suhbatlarda o'tirib qo'ydik tafsiliy holatda. Xitoy bilan munosabat shu bir og'iz gap bilan hozirgacha o'tirisidagi Xitoy Yaponiya orasidagi yirikchilikni hamma ko'rilmalarimiz, bilasizlar qadrli ko'rilmalarimiz. Hem de bu Yaponiyanın kelgüsü aldığımızdaki yıllardaki siyasetinde Xitoyga karşı sistemlik bir hareketinin texmi küçüydüğanlığının hem işareti buluşu mümkün deb qaralayotir, paraz qilinayotir.